Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz buyrakda har qanday muammolar haqida suhbatlashamiz. Buyrak bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mana buyrakimda shamollash bor ekan. Mana buyrakimda o'simta bor ekan, mana buyrakimda kista bor ekan, mani bitta buyrakim qurigan, ikkinchi buyrakim ham quriyapti, ikkinchi buyragimga ham o'tgan. Man hozirgi kunda dialez olaman. Man har oyda qon olaman. Har oyda qon quydiraman va 2 haftadan qon quydiraman. 1 haftadan qon quydiraman. Hattoki cherezdin qon quydirib turibman. Dialez olaman har haftada degan bemorlar ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida buyrakdagi har qanday muammoga shifosi bor. Faqat Allohim dard bergan ekan, darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. Kista o'simtalar sutkadan keyin sekin-sekin kichrayishni boshlaydi va joyida tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Kista o'simtalarni diametriga qaraymiz. Diametri kichik bo'lsa, bir kursda ham yo'q bo'ladi. Katta bo'lsa, diametriga qarab 1 kurs, 2 kursda belgilaymiz. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida har qanday buyrak kasalligiga shifosi bor. Hattoki buyrak qurib, dialez olayotgan bemorlarimiz ham sekin-sekin sog'lom bo'lib boradi. Allohning qudrati ila shu tabiiy giyohlarimizni, siroplarimizni o'z vaqtida biz aytgandek qilib iste'mol qilgan bemorlarimizga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lecheniya olib sog'ayishlaringiz mumkin. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Donora buyrak almashtirishga ham hojat yo'q. Buyrak quriyotgan buyrak butunlay qurimasdan quriyotgan buyrak o'z faoliyatini diklaydi Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz 31 yillik ish faoliyatimdan kelib chiqib aytaman. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lecheniya olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi efirlargacha deb qo'yam. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasa deb Allohdan so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kelgusi efirlargacha.